texnika iqtidorini egalladi. Bo'libmi eng ilg'ori harbiy texnikani egalladi. O'g'irlangan texnikalardan foydalanib, Jungo Kompartiyasi bu qo'sa sapallarni qilichqa aylantirdi. Ma'lum prezident Maypes nutqini davomlashtirib, mundaq ko'rsatdi. Jungoning harbiy xarajati Osiyodagi boshqa davlatlarning umumiy miqdoriga barobar keladi. Beijing quruqliq, hatto havoda, hatto olam boshlig'ida Amerikaning harbiy kuchi bilan qarshilashni muhim mas'uliyat o'rniga qo'ydi. Jungo Amerika Qo'shma Shtatlarini G'arbiy Tinch okeanidan qo'g'lab chiqarmoqchi bo'ldi. Jungo Amerika Qo'shma Shtatlarini G'arbiy Tinch okeanidan qo'g'lab chiqarmoqchi bo'ldi. Lekin ular, ya'ni jungoliklar bu yo'lda mag'lub bo'ladi. Beijing har qanday vaqt qilishtirganda hozir keng doirada o'zining kuchini ko'z qilishga boshladi. Jungoning harbiy parxodlari Sinkako taqim orollariga yaqin kelib, chorlash elib beryapti. Jungo musha hafta ichida ayva qilgan bir harakatni ko'rsatdi. Jungoning bir dona harbiy parxodi Janubiy dengizda erkin qatnayotgan Amerikaning Dekart belgilik harbiy parxodiga yaqinlab keldi. Araliq 41 metrlik qoldi. Amerikaning harbiy parxodlari xalqaro nizomlar yo'l qo'ygan doirada faoliyat olib boradi. Davlat manfaatimizning talablari ostida davomli uchimiz, davomli dengizda erkin qatnaymiz, mashg'ulot olib boramiz, qo'rqib qolmaymiz, chekinmaymiz. Çabuk. Mike Pence, Ma'lum Prezident Mike Pence'ning 10 ayning 4-kuni hodisaning tadqiqot o'rnida so'zlagan nutqining tarjimadan qilib qolgan qismlarini sizlarga anlatib o'tamiz. Ma'lum Prezident Mike Pence nutqini davomlashtirib, mundaq ko'rsatdi. Davlatimiz Amerika iqtisodiy erkinlashtirish orqali Jungoning biz bilan va dunyo bilan nihoyatda yaxshi sheriklik munosabati o'rnatishni umid qilgandi. Aksi Jungo iqtisodiy tajovuz qilish yo'lini tanlab oldi. Bu orqali harbiy ko'chga va yuraklik bo'lishni ato qildi. Harbiy ko'chga ko'ch qo'shdi va yuraklik bo'lishni ato qildi. O'zining armiyasiga shunday qildi deydi.